Mana buni ochdik, mana shunaqa ochiladi. Ichida bo'ladi mana buni balonchalari. Mana bu mana yozuvlari, mana parametrlari mana 9R408 4 kilovatlik motor bilan jihozlangan. Mana parametrlarni ko'rishingiz mumkin. Chiqqan sanalari bilan ko'rsatilgan turibdi. 127 kilogramm og'irligi. Bao kompaniyasiga tegishli. Hozir obzorni qilamiz yana. Mana ichida nimalar bo'ladi qopchasida. Tomosha qilinglar buni. Mana balonlarni qarang, balonlarni. Bu podshipnikli bo'ladi balonlari. Mana bu orqa balonlari, bular tormozi ham bor, bularning balonni. Mana gaykalari bor, qotirlarga va ichidan shkif bilan ikkita remen chiqadi. Komplekt shunaqa bo'ladi bular. Mana bitta kitobchasi bor. Kitobchasiga qarab yig'sangiz bo'ladi, qarab. Bu yerda o'sha kompaniyadan chiqadigan o'sha lentalik drabelkalarni rasmlari ham bor. Mana motorimizni ochamiz. Qanaqa motor bo'ladi deydiganlarga mana parametrlarni ko'ringlar mana. 4 kilovatlik. 4 kilovatlik muz motor. Ko'rishingiz mumkin. Chiqqan chislolari bilan bor, qachon chiqqanigacha. Mana datchiklari bor. Tokni ko'rsatib turadigan. Kabellari ham qalin, katta mahkam motor qo'yilgan. Bao kompaniyasining bu. Mana yig'ish jarayonlarini tugatdik. Faqat hozir mana bu remenni ustida remenni himoya qiladigan, yopib turadigan moslamamiz bor. Hozir qo'yamiz Bao yozuvi bilan. Qolgan ishlari yig'ilib tayyor bo'ldi. Mana katta balonlari, bunlarga mayda baloni, tormozlik, bular hammasi podshipnikli balonlar. Motor qo'yildi. Mana katta motor 4 kilovatlik. Xudo xolasa hozir buni ishlatib qo'l qo'yani o'tkazdik. Mana qo'l qo'yani jamaga bo'ladigan. Ko'rsatdik. Bao. Hozir qurug'idan ham tashlaymiz, qurug'ini ham ko'rsatamiz. Quruq qo'yamiz. Bironta yirik chiqazmaydi bu, cho'tga o'tkazadi. Huvlini ham, qurug'ini ham cho'tga o'tkazadi. Yaxshi, mana. Jaguarda Jaguar. Jaguarda o'tkazib beradi mana shunday. 408lik mana drabelkamiz, Akula drabelkamiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz